sharoit hech qanday bir odamni yuksalishiga qarshilik qila olmaydi. Albatta. Doktor shunday bir tavsiya beringki, bitta ukolda aytingki, bitta urganimda hayvonim suyagi buzilib ketsin degan. Gap ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'payib ketdi. Masalan, dadam pochkasini almashtirish kerak yoki o'g'limni jigari kasal bo'lib qoldi yoki bosh miya saratoni bo'lib qoldi. Bularni hammasini energetik Soatlab ishlasa ham charchamaganda ular. Hozir qarasak, bizning yoshimizdagilar 100 kilo tepasida yotib shunda u odam so'ramaydi, nima beruvdingiz, nima yurdi, nima edi, nimadan kelib chiqdi kasallik. Anamnez olmaydi, nisbi berasiz. Organizmga shunchaki ta'sir qiladi. Shunchaki ta'sir qiladi. Ko'rasiz, rezultat bermaydi. Lekin vaksina boshqa narsa. Bu mana shu temani odamlar biladi, ya'ni veterinarlar bergan bu savol. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'sha veterinarlarning o'zini kitob o'qimaganligidan dalolat. izlanib ko'rmagan. Izlanib ko'rmagan, chunki u ham noto'g'ri ma'lumot. yo'q, u burunga nimadir sepib, davolash, oldirib olish deydi. Degan narsa. Ulardagi modda almashinuvi hayvonlarda boshqa, odamlarda boshqa emas. Ular kun chiqishdan kun botishiga bog'liq. Bir marta buktirib olishimiz kerak, keyin bukmaydi degan videolarni chiqaradi-da. Ba'zi internetda hayvonot chatishtirib yangi turlar yaratilyapti. Masalan, cho'chqa bilan qaysidir qo'yni chatishtirib dorper chiqargan deydi. Yoki cho'chqa bilan yana qaysidir buqani chatishtirib, mana bunaqa sharali, ya'ni shunga o'xshagan zotlar bor-ku. Boshqacha bo'lib ketgan. Assalomu alaykum, hurmatli O'z Chorva kanali a'zolari, kuzatuvchilari. Bugun mehmonimiz veterinariya sohasida katta tajribaga ega bo'lgan Otavali aka. Otavali aka veterinariya yo'nalishida qanday kirib qo'ygansiz? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mehmonimiz veterinariya sohasida katta tajribaga ega mutaxassis, o'z kasbining yetuk vakillaridan biri Muidinov Otavali Xotimjonovich. Otavali Xotimjonovich 1990-yil 11-mart kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tavallud topgan. Toshkent davlat agrar universitetining veterinariya yo'nalishini tamomlagan. Mehnat faoliyatini tuman veterinariya bo'limida boshlagan va yillar davomida ushbu tizimda turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Hozirgi kunda Vetco Biotek MCJ korxonasida bosh veterinariya shifokori sifatida ishlab kelmoqda. Shuningdek, u Otavali Vet YouTube kanali asoschisi sifatida chorvadorlarga foydali veterinariya bilimlari va amaliy tajribalarini ulashib kelmoqda. Boshlayotgan kunlarimiz barchalarimiz uchun xayr barakatli bo'lsin. Sizni ham boshlayotgan ishlaringiz xayr barakatli bo'lsin. Men bir paytlar juda ham orzu qilardim, ya'ni turli xil yo'nalishlarda bunaqangi ommaga olib chiqish bor, ya'ni so'zlashuv, suhbatlar, ko'rsatuvlar, podkastlar bor. Bundan taxminan 1 yil, 1,5 yillar oldin men ham shu haqida o'ylagandim, ya'ni chorvachilik sohasi bo'yicha kimdir bunaqangi ko'rsatuvlar tayyorlasa, intervyular tayyorlasa, ya'ni malakasi bor, masalan, chorvadorlar yoki bo'lmasa veterinar mutaxassislar, umuman shu sohaga aloqador odamlar bilan xuddi shu yo'sinda tajriba almashadigan darajada bir ko'rsatuvlar tayyorlasa bo'ladi yoki shu narsa kerak bizga hozirgi kunda degan xayollar bor edi menda. Bu o'ylayman hozir respublika bo'yicha birinchilardan siz bu loyihani boshlagansiz. Buning uchun ko'p muxlislar tomonidan alohida o'zimni nomimdan sizga minnatdorchilik bildiraman, jamoangizga. Sababi o'tgan safargi birinchi sonli ko'rsatuvingizni ham ko'rdik. Mana ko'pchilik biladi, Husniddin akani olib chiqdingiz. Bu kishini masalan ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatadigan odamlar bor, hamda kuzatmaydigan odamlar bor. Ya'ni bilmaydigan, tanimaydigan odamlar bor-da. Lekin u insonning tajribasi mana qarang, qancha prosmotr bo'ldi, qancha kommentariyalar. Men hattoki ko'rmadim birorta negativ kommentariyani. Ko'p odamlar bu ishlaring davomiy bo'lsin degan, chunki odamlarga shunaqangi ma'lumotlar kerak. Bu yerda masalan kimdirdir qaysidir bir shaxsni olib chiqib, masalan xalqqa tanishtirish, maqtash yoki nimanidir reklama qilish emas. Bu ongli tushungan odamlar uchun bu yerda bo'ladigan masalan suhbatlar, almashinadigan ma'lumotlar, bular xalqqa ayniqsa hozirgi kunda, hozirgi vaqtlarda juda ham kerak bo'lgan masalalar. Shuning uchun ishlarga omad, doim charchamanglar.
Meni o'zimga keladigan bo'lsak, men Otavali Mo'ydinov 1990-yil 11-martda tug'ilganman, Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida. Kasbim veterinar. Veterinar bo'lib kelishimga, ya'ni veterinar sohasini tanlashimga asosiy sabablardan biri bu men bolalik paytimda hech qachon esimdan chiqmaydi. Qishloqda katta bo'lganmiz, molimiz bo'lardi. Endi chorvachilik, endi har bir qishloq sharoitida mol qo'y boqiladi. Shunday. Aniq esimda 94-yillarda 4 yosh bola edim u paytlarda. Bir molimiz bo'lardi. Sariq ola, ya'ni hozirgi o'sha simmental zoti bo'lsa kerak. Endi yo Golden Fries'ni qizil olasi yoki simmental zot. Xullas bir chiroyli semizgina molimiz bo'lardi. Bu molimiz tuqqan. Tuqqan 2 kunlik yoki 3 kunlik paytlarida bolasi kasal bo'lib qo'ygan. Bolasi kasal bo'lib qo'ygan. Endi bilyapmiz, mana o'sha veterinar mutaxassis bo'lganimizdan keyin dispepsiya bo'lib qo'ygan. Sutni ko'p emgan, oshqozonda achib qo'ygan, dispepsiya bo'lib qo'ygan. Doktor kelardi. Bir yozgi vaqtda bo'lganda. Ha, yozgi vaqtda bo'lgan. Asosan yozda bo'ladi. Shunaqa. Endi 2 kunlik buzoq qanday ko'p yem olganda shuni. U paytlarda masalan yem hashaylar ko'p bo'lgan, kunjara ko'p berilgan. Kunjara ko'p yeganning hisobiga achchiq bakteriyalar ko'p bo'ladi. Endi buni vaqtlar kelib veterinar bo'lib bilyapman-da. O'sha achchiq bakteriyalar ko'p bo'lgan, u sutni ko'p yem olgandan keyin oshqozondagi bakteriyalar, faol bakteriyalar uni hazm qilishga ulgurmagan, oshqozonda achib qo'ygan. Xullas dispepsiya bo'lib qo'ygan o'sha buzog'imiz. Endi 4 yosh bola hayvonlarga nisbatan qanday mehr qo'yadi? Masalan, o'zimiz har bir kuzatuvchi o'zini bir bolalik paytini eslasin-da. Bir beg'ubor paytlarda, masalan, qo'zichoqlarga yoki buzoqlarga qanday mehr qo'yadi-da bola. Shu buzog'imiz kasal bo'lib qo'yganda uyimizga bir veterinar kelardi, doktor. Doktor kelardi-da, asosan onasiga ukol qilardi molni. Molni onasiga ukol qilardi, buzoqqa kapellisi ulardi. Ketardi, doim shoshib yurardi-da. Kelardi, kech payt kelardi, ukollarni qilardi, ketardi. Oradan 2 kun o'tgandan keyin shu buzoqchaning ahvoli juda og'irlashib qoldi. Oxirgi paytda aniq eslayman, shu buzoq meni qo'limda jon bergan. Ya'ni men kechki ovqatda ovqatlanib borganman molxonaga, buzoqcha endi ko'zlaridan yosh oqib, cho'kib, ko'zlarida tortilib suvsizlanib ketgan badani. Shu quchoqlab yotibman, qizil ola shunaqa chiroyli buzoqcha, shu qo'ynimda o'lib qolgan shu buzoqcha. Shu paytda endi bilmayman, bolalarcha xayol qilar ekanman-da, shu doktorga nisbatan juda ko'nglimda yomon bir o'y paydo bo'lganda, xuddiki bu doktor meni buzog'imni o'ldirib ketdi. Shu bolalikdagi nimam qoldi menda. Men katta bo'lsam shunaqa odam bo'layki, shunaqa bir shifokor bo'layki, veterinar bo'layki, endi u paytdagi xayollarda bolalar buzoqsiz qolmasin degan kechinma bo'lganda menda. Oradan vaqtlar o'tdi. Maktabga kirib, maktabni bitirib, harbiy xizmatga bordim. 2008-2009-yillarda Qashqadaryo viloyatida harbiy xizmatni o'tadim, ligota olib keldim. U paytlar endi hozir ham bo'lsa kerak, ligota bo'lardi o'qishga kirish uchun. Topshirdim. Toshkent davlat agrar universitetiga 2009-yilda kontrakt asosida o'qishga kirdim. 2013-yil o'qishni bitirdim. O'qishni bitirib, o'zimizning tumanda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi deydi hozir. U paytlarda veterinariya bo'limi deb yuritilardi. Shetki ishxonaga bordim. Past pog'onasidan ish boshladim. Ya'ni veterinariya uchastkasi bo'ladi. Hozir punkt deyiladi. Ha, veterinariya punkti deyiladi. O'sha punktda qaysidir bir xo'jalik, qaysidir bir hududlarda 3 ta, qaysidir bir hududlarda 2 ta shtat bor. Masalan, uchastka noziri bor, feldsher bor, hamda sanitar bor. Men sanitar bo'lib ishga kirganman. Ya'ni o'sha vet feldsher hamda uchastkovoy vrachda yordamchisi ukol dori qilsa, men o'sha shpritslarni tozalovchi yoki bo'lmasa ukol dorilarni tortib beruvchi bo'lib ishga kirganman, eng past pog'onasidan. Vaqtlar o'tdi. 2014-yil dekabr, 2014-yil yanvar boshida 2014-yilda hozirgi hayvon kasalliklari tashxisi va oziq-ovqatlar mahsulotlar xavfsizlik markazi degan tashkilot bor. Bu laboratoriya, o'sha paytlarda veterinariya laboratoriyasi deyilardi. O'sha laboratoriyaga direktor lavozimiga o'tdim. Sanitarlikdan direktorlik lavozimiga o'tdim. 1 yilda. 1 yilda.
endi o'tgacha bosqichlar bor. Masalan, sanitar bo'lib ishladim, uchastka mudiri bo'ldim. Endi masalan xalq tanidi, ish jarayonida ko'rdi. Shunaqa qilib 2014-yilning boshidan laboratoriyaga direktor bo'lib o'tdim. 2017-yilgacha. 2017-yilgacha laboratoriyada direktor bo'lib ishladim. 17-yildan to 21-yilda dekabrigacha o'sha o'zim birinchi ishga qabul qilingan veterinariya bo'limida boshliq lavozimida ishladim. Veterinariya bo'lim boshlig'i bo'lib ishladim. 2022-yilda fevral oyidan Vetco Biotek xususiy korxonasiga ishga o'tdim. Aytib ketishimiz kerak, Otaval akani yirik va mayda shoxli hayvonlarni davolash, mayda va yirik shoxli hayvonlarni davolash, shoxli hayvonlarni davolash degan YouTube kanali va Telegram kanali bor. Shunday. O'sha joyga videolar qo'yib borgansiz-da, o'sha vaqtlarda. O'sha Telegram, dastlab Telegram bo'lardi. Telegram kanalida o'zimiz alohida bitta gruppa ochib, master klasslar o'tkazardik-da. Uni o'sha Farg'onadagi menejer, bosh menejer bo'lardi, Vetco'ni menejeri hozir ham ishlayapti. Bekzod aka, Yusupov Bekzod aka shu kuzatgan, ko'rganda bir kun ishxonada turgan paytimda menga telefon qildi. Ism familiyamni aytib, tanishib, so'rashdi, o'zini tanishtirdi. Shu sizga ozgina maslahat ish bor edi, siz bilan bir ko'rsak bo'ladimi? Aka, nima gap, tinchlikmi? Biz shu kompaniyani dorilarini o'sha Farg'ona vodiysi bo'yicha tarqatamiz. Menejer anaqada ishlayman men dedi. Kelsangiz bir ko'rsak bo'lardi. Shu kompaniyani dori vositalarini aptekalarga tushuntiradigan yoki aholiga tushuntiradigan vetvrach odam kerak ekan, ishchi. Shunda ish taklif qildi. Rozi bo'ldim, kirdim. Xudoga shukr, yaxshi. 2022-yilda fevralda ishga kirgan bo'lsam, Nitafarm Vetco Biotek korxonasiga. Nitafarmda dorisini ham rasmiy olib kiradi O'zbekistonga. Endi shu Farg'onaga ishga kirgansiz? Farg'ona vodiysiga ishga kirdim. 2025-yilda may oyidan Toshkentga, ya'ni boshqarmaga, Vetco'ning boshqarmasiga, o'sha respublika bo'yicha vetvrach lavozimiga o'tdim. Farm kompaniyasining dori vositasi Vetco Biotek korxonasi orqali O'zbekistonga rasmiy olib kiriladi. Birinchidan, ikkinchidan har bitta partiya, masalan, olaylik bitta dori, masalan, azitranit dorisi respublikaga savdosini shug'ullanish uchun registratsiyadan 5 yilga o'tadi, masalan, 5 yilga. Lekin bu degani 5 yil davomida respublikaga azitranit xohlagancha olib kirish degani emas. Har bitta kirgan partiya skladga kelib tushadi va o'sha partiyadan namuna olinib ilmiy tekshirish institutiga boradi. Laboratoriyada uni sifat darajasiga muvofiq sertifikat bergandan keyin u 14-15 ish kuni davomida laboratoriya tekshiriladi. Oziq muhlarga ekiladi yoki bakteriyalarga reaksiyalar qilinadi. Ishlash darajasi yaroqli bo'lgandan keyin ruxsat beradi. Undan keyin sotuvga chiqadi. Hamda surog'i o'tgan dorilar bo'lsa, masalan, kirib keldi, sotilmay qoldi, surog'i o'tdi. Bular ham nazorat ostida yo'qotiladi. Ya'ni surog'i o'tgan dorilarga akt qilinadi. O'sha dori-darmonlarni registratsiya qiladigan tashkilotga olib boriladi, o'sha yerda utilizatsiya qilinadi. Bu degani shu darajada Nitafarm kompaniyasining dorilari umuman Vetco Biotekka tegishli bo'lgan dorilar kontroldagi, ya'ni kirishidan boshlab ishlashi to uni yo'q bo'lishigacha kontrol, ya'ni nazoratda. Shuning uchun bularda hozirgi kungacha, bundan keyin ham chiqmasin, muammolar yo'q deyarli. Shuning uchun hozirgi kungacha shu kompaniyada faoliyat yurityapman. Mana sizni o'sha veterinariya sohasiga kirib kelishingiz bilan to hozirgi kungacha bo'lgan ish faoliyatingiz bilan tanishdik. Kuzatuvchilarimiz ham bilib oldi. Hozirgi darajaga yetib kelishingizni katta o'rin tutgan odam bu otangiz. Albatta. Siz madaniyat yo'nalishiga ketmoqchi bo'lgan odam bo'lgan ekansiz. Otangiz veterinariya yo'nalishiga sizni yo'naltirgan ekan. Kamiga yana ishga ham olib borib, yo'l ko'rsatib, ishlamay, misol uchun o'zingiz borganingizda balkim o'sha joyda ishlamay qaytib ketishingiz mumkin. To'g'rimi? Dekoratsiyani ko'rganda o'sha qaytib ketardim. Endi shu yerda xulosalar qilishimiz mumkin-da. Masalan, sharoit hech qanday bir odamni yuksalishiga qarshilik qila olmaydi. Albatta. U qishloqda bir chekka joyi bo'lsa ham yoki shaharda bir sentri bo'lsa ham. Shunday. Odamning o'ziga bog'liqligini sizning aytgan gaplaringizdan bilsak bo'ladi. Asosiysi harakat, mehnat. Albatta. Juda yaxshi. Men ham sizni ko'p kuzataman. Videolaringizda o'sha davolash metodlaringizni, misol uchun
juda ham foydali kontentlar, videolar qo'yasiz. O'sha kanalingizda, Telegram va YouTube kanalingizda. Endi xo'p, ko'p cho'zmaymiz. Sizni va bizni kuzatayotgan o'sha kanalimiz a'zolari bor. Bu odamlar men o'ylashimcha o'zlari ham o'sha chorvasini kichik kasalliklarda davolay olish kerak-da. Albatta. O'shaning uchun mana hozir siz bilan shu yerda ko'rishib turibmiz. Sizni bilimlaringizni xalqqa ulashsak juda manfaatli bo'ladi. Albatta. Hamma foydalansa, chorvasiga ziyon yetkazmasdan oilasini shu chorva orqasidan boqib, daromad qilib yursa, siz bizga yaxshi. Endi bizda savollarimiz bor. Foydalanuvchilarimiz tomonidan yuborilgan va o'zim tuzib chiqqanman. Bu savollar tuzish oson bo'lgani yo'q. Chunki veterinariya sohasi bu bir katta soha, ilm. Albatta. Bu sohada, misol uchun bizga o'xshagan odamlar oddiy savol berishi mumkin-da. Men bunga nima qilish mumkin deb. Shu uchun boshqa veterinarlardan ham so'radik, izlandik va savollar sizga tuzdik. Bilimingizni ulashish uchun. Albatta. Qo'limizdan kelgancha. Demak, Otaval aka, bugungi kunda veterinariya sohasining jamiyatdagi o'rni qanday? Veterinariya sohasini jamiyatdagi o'rni aslida juda katta. Chunki insoniyat paydo bo'libdiki, hayvon go'shtlari bilan, ya'ni chorvachilik bilan shug'ullanadi, go'sht yetishtirish, go'sht mahsulotlari bilan. Masalan, oziq-ovqat programmasida ayrim tur ozuqalar bor. Bular davrlarga xos. Masalan, qaysi davrlarda o'sha narsalar iste'mol qilinadi, qaysi davrlarda yo'q bo'lib ketadi. Lekin dunyo yaralibdiki, to qiyomatga qadar oziq-ovqatda go'sht mahsulotlarini, go'sht, sut, tuxum mahsulotlarini o'rni beqiyos. Demak, bu degani veterinariya sohasini jamiyatda juda ham o'rni katta. Chunki o'sha hayvonlarda sifatli yetishtirish, oziq-ovqat go'sht mahsulotlarini sifatli yetishtirish, ularda naslligini davomiy saqlab qolishda veterinariyani ishtiroki juda katta. Endi hozir siz aytganingiz bo'yicha sifatli yetishtirish deganda, misol uchun ko'plar boshqacha tushunib qolishi mumkin. Meni tushunishim qanday bo'ldi sizni gapingizda? Misol uchun go'sht yetishtirishda odamlarda kelib chiqayotgan turli xil kasalliklar men o'ylaymanki, shu yeydigan mahsulotiga bog'liq. To'g'rimi? Masalan, go'sht yoki bo'lmasam o'sha agoratdan olinadigan mahsulotlar, shundan keyin o'sha demak veterinariya, ya'ni veterinariya deganda o'zi chorvani yetishtirishda qo'llanilayotgan preparatlar ham tushuniladi-da. Albatta. Endi o'shanga bir o'zingizni fikringizni aytib keta olasizmi? Masalan, yetishtirishda qanday preparatlardan foydalansa, o'sha hayvonning go'shti kelajakda odamlarga sog'lig'iga ta'sir, ya'ni yomon ta'sir qilmaydigan qilib yetishtirish bo'yicha o'zingizni bir shaxsiy fikringizni. Avvalo sohangizdan kelib chiqqan holda endi. Tushundim, siz savolingizni tushundim. Bu hozirgi kunda juda ham dolzarb bo'lib turgan mavzu, dolzarb bo'lib turgan savol. Ko'pchilik aholi berish kerak, lekin qaysi yo'nalishda berish kerak? Ya'ni savolning javobi kerak ularga, faqat savolni topib bera olmaydigan nuqtada bu. Shunday. Chunki dori-darmonlarda hayvon organizmiga foydalari va zararlari bor. Qaysi dori vositalaridan ko'proq hayvonlarga foydalanish kerak? Bular asosan hayvonlarni yuqumli kasalliklardan himoya qilish uchun ishlatiladigan vitaminlar. Ayniqsa bular ko'proq vitamin B komplekslilar. Bular faqat ishtaha ochish uchun, ishtaha ochish, moddalar almashinuvini faollashtirish uchun yoki bo'lmasa kasal bo'lib qolganda ishlatiladigan ukol dorilar, vitaminlar bor, hamda antibiotiklar bor. Hozirgi kunda chorvachilikni yanada ham rivojlantirish, qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida jadallashtirish uchun ishlatiladigan preparatlar ham bor. Ya'ni tezroq semirtirish. Mana ko'pchilik masalan kommentariyada ham savol beradi. Bu men eng yoqtirmagan savollardan bittasi desa ham bo'ladi. Ya'ni doktor shunday bir tavsiya beringki, bitta ukolda aytingki, bitta urganimda hayvonim suyagi buzilib ketsin degan gap bor. Suyak buzuvchi dorilar bormi deb ko'pchilik so'raydi. Chunki buni so'rashiga asosiy sabab nima? Buni so'rashiga asosiy sabab hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan video roliklar. Ya'ni masalan men mana shu ukoldan foydalanib hayvonimni mana shuncha darajaga semirtirib yubordim.
2 barobar. Ha, oddiy oziqa bilan boqqanda mana bunaqa semirdi. Mana shu masalan olaylik, 10 gram ukolni qilganda xuddi shu oziqani edi, bunaqa semirib ketdi degan anaqa video roliklar ko'payib ketdi. Odamlar shuni ko'rib o'ylaydiki, bitta ukol shuncha semirtirib yuboradi. Ha. To'g'ri. Bu o'sha ukol dori, masalan olaylik, gormonal preparatlar. Yoki bo'lmasa oshqozon osti bezidan ajrab chiquvchi somatotrop gormonlarni oziqlantiradigan preparatlar hozir ommaga keng tarqalyapti yoki odamlarning o'zi ham o'sha bo'lar bo'lmas videolarni ko'rib shu narsalarni so'rayapti. Masalan, aptekaga borib so'raydi, boshqaga so'raydi. Odam so'ragandan keyin tadbirkor uni topish kerak. Topib berib, yetkazib berish kerak. Masalan, chetdan olib keladimi yo masalan o'zi yasaydimi, nima qilib bo'lsa ham iste'molchini ehtiyojini qondirish kerak. Nima uchun? Chunki birinchidan so'rab bo'lib turibdi, ikkinchidan uni tagida mo'may daromad turibdi. Lekin uni kelajagi haqida hech kim o'ylamayapti. Uni kelajagi juda ham qo'pol qilsak ayanchli, sababi shunday tur dori vositalari bor, gormonal preparatlar bor. To'g'ri, semirtirish uchun foydasi bor. Endi tavsiya qilinmaydi, lekin foydasi bor. Lekin undan hosil bo'lgan go'sht odam iste'mol qilganda oshqozon osti bezidan ajrab chiquvchi fermentlar hatto uni stimullanmaydi, singdira olmaydi, parchala olmaydi. Ya'ni odamga ham ta'sir qiladi. Ha, albatta, odamga ham ta'sir qiladi. U parchalanmagandan keyin odamni ham semirtiradi. Masalan, bu hech kimga sir emas. Oxirgi 15 yil vaqt oralig'ini olaylik. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'payib ketdi. Masalan, dadam pochkasini almashtirish kerak yoki o'g'limni jigari kasal bo'lib qoldi yoki bosh miya saratoni bo'lib qoldi. Bularning hammasini tagida yarimdan ko'p foiz ishtirokchi bu nosog'lom ovqatlanish, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlaridan noto'g'ri foydalanish. Ha, o'sha mahsulotlar, masalan, go'sht mahsuloti bo'ladimi yoki o'simlik mahsulotlari bo'ladimi? Mana shularga ximikatlarni aralash natijasida yuzaga keladigan muammolar shular. Gormonal buzilish odamlarga ham o'tadi. Xuddi shunday odamlarda ham gormon buzilishi yuzaga keladi. Masalan, olaylik, biz oziqlanishda, ya'ni organizmda o'zini oziqlanishini 3 turga bo'ladigan bo'lsak, eng birinchi 50 ta sort oziqalar bilan bu bosh miya oziqlanadi, on. Ikkinchi sort oliy oziqalar bilan bular tuxum hujayralar, reproduktiv salomatlikka ketadigan energiyalar. Uchinchisi va boshqa energiyalar, ya'ni bular masalan siz bilan biz gaplashishimiz, harakatlar, umumiy hayotda ishlaydigan harakatlar, semirish, rivojlanish. Gormonal preparatning vazifasi nima? Endi mana oddiy o'ylab ko'raylik. Masalan, oddiy ratsionda ovqatlanyapti mol, unga 10 gram ukol qilyapmiz. U 10 gram ukol oddiy ovqatlanadigan molda nargi sherigida, ya'ni ukol qilinmagan sherigidan ko'ra qanday semirtirib yuboradi? Bu 10 gram narsa uni hech qancha semirtira olmaydi, lekin uni vazifasi o'sha birinchi, ikkinchi elita sortli oziqalarni muskulga burib yuboradi. Ya'ni onga ketadigan ozgina energiya, ozgina o'sha o'lchov birlikdagi oqsillar agar go'shtga o'tsa, hayvonni o'zini go'shtidan ko'ra 10 barobarga semirtirib yuboradi. Chunki elitada u. Ha, u elita oziqa. Natijada masalan ong pasayishi mumkin yoki bo'lmasa urug', ya'ni nasl olish pastlashi mumkin ularda. Genetik buzilish bo'lishi mumkin, lekin semiradi. Shunday. U narsani biz iste'mol qilamiz, u bizda ham sintezlanmaydi, u bizda ham semirtirib yuboradi. Boyaga aytgan kasalliklarimizni keltirib chiqaradi. Shuning uchun iloji boricha bu vositalardan voz kechish kerak. Semirtirishda faqat tabiiy, masalan, shu oziqobod qo'shimchalar bor, premixlar yoki bo'lmasa oddiy vitaminli, aminokislotali narsalar bor. Masalan, o'sish, rivojlanishni ta'minlash uchun. Lekin uni oshiqchasi ham zarar. Masalan, shu gormonni oziqlantiradigan yoki gormonal preparatlar bular juda ham ayanchli holatlarga olib keladi oxirida. Masalan, hozir endi qo'shimcha qilib ketay, ota aka. Bilamiz, o'sha otalarimiz davrida bizning yoshimizdagilar videolarni ko'rganmiz, rasmlarni ko'rganmizda, ariq bo'lganda, shunday hamma xipcha bo'lganda, ariq bo'lgan, shayr bo'lgan, masalan, ishlaganda ham misol uchun energetik soatlab ishlasa ham charchamaganda ular. Shunaqa. Hozir qarasak, bizning yoshimizdagilar 100 kilo tepasida u yotibdi. Shunday? To'g'risida 100 kilo tepasida u nima deydi, yaxshi yashashidan bo'lishi ham mumkin. Bu yerda qo'shimcha hozir aytgandek, gormonal buzilish ham borda demak. Xuddi shunday. Masalan, biz ularchalik ovqat yeyolmaymiz. Biz ularchalik go'sht yeyolmaymiz. Ular bizdan ko'p yegan, litrsagacha yog' oqib go'sht yegan. Lekin sarflagan, mehnat qilgan. Bu mehnat qilib sarflash ham
Mayli o'zini yo'liga, masalan, hozir ham mehnat qilyapti odamlar. Lekin u go'shtni yetishtirishda farq bor. Shunday. Shunday. Ta'mida ham shu uchun Albatta. go'shtlarda ta'mda shu uchun farq bor, ha? Albatta. Ana. Juda ham qimmatbaho ma'lumot bo'lyapti. Chorva kasalliklari oxirgi yillarda og'irroq kechayotgani haqida Otavali aka gaplar bor xalq orasida. Nima uchun davololmayapmiz? Nima uchun mana bunaqa yo'qotishlar bo'lyapti degan gaplar bor. Siz bunga qanday izoh berasiz? Buni bir so'z bilan izohlaydigan bo'lsak, qiyomat yaqinligidan dalolat bu. Sababi zamon rivojlanyapti. Masalan, bundan 20 yil, 30 yil oldingi ijtimoiy ahvolimizdan hozirgi ijtimoiy ahvolimiz ancha yaxshi. Masalan, mashinalarni olaylik, zamon takomillashyapti. Masalan, mana hozirgi ko'rsatib, mana podkast bo'lyapti. Veterinarlar kastim shunda chiqib savol-javob qilyapti. Ya'ni zamon rivojlanyapti. Bu zamon taqozosi. Mashinalarning farqini qarang, mana hozir elektromobillar, gibridlar chiqdi. Qanaqa ekonomik tezligi qanaqa? Bu degani bakteriyalar, viruslar, mikroblar, ya'ni kasallikni qo'zg'atuvchilar ham rivojlanyapti degani. Ko'payyapti turlari. Ko'payyapti, zamonaviy bo'lyapti. Ular ham modernizatsiya bo'lyapti. Rivojlanyapti. Ya'ni ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda masalan biz video roliklar joylasak, davolash sxemalar bo'yicha gap olib borsak, negativchilar yozadi-da, kommentariyalarda yozadi. Bu odamlar dori darmonni sotish maqsadida kasallikni o'zlari o'ylab topyapti degan narsalar bor-da, tushunchalar bor. Shunaqa tushunchalar ham bor. Bor. Bu xohlaymizmi yo'qmi, achchiq haqiqatlar bor. Bu kommentariyalarda to'lib yotibdi bunaqa narsalar. Yo'q, biz fikrni to'g'rilashimiz kerak. Asli unaqa emas. Aslida kasalliklar og'ir kechishiga sabab birinchidan biz eski davolash metodlarida qolib ketyapmiz. Ya'ni ayrim veterinarlar mutaxassislar yetishmayapti. Mutaxassislar yetishmayapti. Aksariyat pulli temaga o'tib ketib qolyapti veterinarlar. Masalan, nima bo'lyapti? Maqsad borib hayvonni davolanadimi, davolanmaydimi, ukol dorisini qilib egasidan pul olish bo'lib qolyapti maqsad. Maqsad ilm izlab o'sha kasallikni bartaraf qilib, foydasi tegib, o'sha masalan natijadan keyin pul olish bo'lmayapti-da. Yoki boyagi tepada nima bo'lganda bir gaplashib o'tib ketdik. Qaysidir bitta fermaning dorisini reklama qilish bo'lib qolyapti. Yoki o'sha dorini reklama qilishda tagida moddiy manfaatdorlik bor-da. O'shada. U ishlaydimi, ishlamaydimi, oldin pulini oladi, dorini reklama qiladi, boradi. Hayvon egasiga hozir shunaqa bo'lib qoldi, oldin bunaqa emas edi. Bundan 10 yil oldin bunaqa emas edi holat. Ya'ni qanday? Hayvon egasi telefon qiladi veterinarga. Aka, molim bor, kasal, shunaqa kasal bo'lib qoldi. U odam so'ramaydi, nima beruvdingiz, nima yuvdi, nima edi, nimadan kelib chiqdi kasallik. Anamnez olmaydi, nechpul berasiz deydi. Xo'p, yo bo'lmasa o'zini haqini aytadi. Men boraman. Og'riqli tochkada. 200 ming so'm berasiz kuniga, 3 kun boraman, davolayman, 600 ming bo'ladi deb aytadi. Hozir hamma narsa pulga taqqoslab qoldi. Mana shuni hisobidan kasalliklar og'ir kechyapti. Og'ir kechyapti degani qanaqa? Biz boryapmiz, masalan, ayrim veterinarlar noto'g'ri diagnoz qo'yyapti, noto'g'ri dori vositalaridan foydalanyapti. Shuni hisobiga kontrol sal qiyinroq bo'lib qoldi. Ya'ni organizmdagi kasallikni nazorat qilish qiyin bo'lib qoldi. Aslida bu unaqa katta muammo emas. Sababi mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p odamlar bizni kuzatadi. Oddiy kasallik, masalan, og'ir kasalliklarda oddiy davolash yo'llarini olib chiqib ketsa bo'ladi. Faqat men buni veterinariya sohasiga kirib, esimda tanib, masalan, o'sha ma'lum bir bo'limlarda boshliq bo'lib ishlab yurgan paytlarimda ham ko'p aytganman. Ishchilarga ham, hozirgi kunda shogirdlarga ham juda ko'p aytaman. Birinchi o'rinda veterinarni g'alabaga olib boradigan narsa ham diagnoz. Mag'lubiyatga olib boradigan narsa ham diagnoz. Agar odam, ya'ni veterinar diagnozni to'g'ri qo'ymasa, u 1000 qimmat dorini ishlatsin, 1000 firmani dorisini ishlatsin, foydasi yo'q. Nabarat minusga olib ketadi. Lekin kasallikka to'g'ri tashxis qo'ysin, simptomlarini to'g'ri o'rgansin, uni kasallik haqida va davolash haqida tushunchasi bo'lsin, to'g'ri preparatdan foydalansin 3 kun yoki 4 kun. Eng og'ir kasalligi. To'g'ri. Masalan, bitta isitma qilib yotgan bo'lsa, isitmasini tushiradigan ukol bilan davolab qo'yish mumkin-da. Shunday. Boshqa qo'shimcha antibiotika, boshqa narsalar kerak bo'lmasligi ham mumkin. Xuddi shunaqa. Masalan, isitma chiqib turibdi molda yoki o'sha og'iz bo'shlig'ida uchraydigan yallig'lanishlar, kasalliklar, masalan, olaylik, yashil kasalligi, isitma 41 darajada bo'lib turibdi. Chunki organizmda virus qo'zg'atuvchi kasallik bo'lgandan keyin xohlaymizmi, isitma bo'ladi. Hozirgi veterinarlar nima qiladi? Kelib isitmani o'lchamaydi.
molga kapelnitsa qo'yadi. Masalan, aminokapronli kislotalar bor. Eng zo'r kapelnitsalarda ular. Lekin bunda foydasi yo'q uni. Zarar. Kapelnitsani qo'yadi. Kichik qon aylanish doirasida kislorodga to'yinish kerak, qon kelib o'pkada. Lekin o'pkaga keluvchi qonda tarkibida quyilgan rastvor ko'pligi uchun o'pkaga suv qoplab qoladi. Mol 3 kunda pishadi. O'pkada suv yig'ilib qolgandan keyin nafas ololmaydi. Kislorod yaxshi ta'minlanmagandan keyin bosh miya tormizlaydi. Iloji o'ladi. Undan ko'ra oddiy masalan 100 ming bir flakoni yoki 150 ming turadigan dori o'sha molni kasallikdan olib chiqib ketadi. Mana shu yerlarga e'tibor bermayapsiz. Shuning uchun kasallik og'irlashib ketyapti. Demak, xulosa qilsak, Otabali aka, mutaxassislarimiz yetishmayapti. Ya'ni tepada gaplashdik. Veterinariya sohasi hozir o'sha O'zbekiston deylik yoki butun dunyo bo'yicha odamzodga chambarchas bog'liq soha, ya'ni sog'lik, salomatligi uchun. Chunki go'shiydi hammada. Endi shuni evaziga veterinar mutaxassislar kamayib ketyapti, sifatli. Sifatli, ya'ni o'qimishli, o'zini kasbini sevib, ilmini, bilimini oshiradigan mutaxassislar kamayib ketgan evaziga o'sha kasalliklar ko'proq chalinib hayvonlar yo'qotishlar ko'p bo'lyapti. Shunday xulosa qilsak bo'ladi. Shunaqa. Tushunarli. Endi mana shu kasalliklar ko'payishi va veterinarlar haqida gaplashdik. O'zi chorvadorlar, Otabali aka, hayvonlarning sog'ligini saqlash uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Oldini olish uchun umuman olganda. Hayvonlarning sog'ligini saqlash, kasalliklardan himoya qilish uchun birinchi o'rinda to'g'ri oziqlantirish tashkil qilish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, muntazam profilaktik emlanadigan emlamalar bor. Shularni emlatish kerak. Masalan, davlat tashkiloti bu. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi bor. Viloyatlarda, respublikada qo'mita bor, hamda tumanlarda ham bor. Tumanlarda ham veterinariya boshliq bo'limlari bor, hamda har bitta tumanda veterinariya uchastkalari bor. Ya'ni davlat tomonidan bu nazoratga olingan. Bizi aholini ma'lum bir qatlamidan ham o'tib qoladi shu kasalliklarni rivojlanib ketishiga. Ya'ni o'sha hududlarga veterinarlar keladi emlashga, ko'p holatlarda kiritmaydi. Emlatmaydi. Xuddiki o'ylaydi, masalan, veterinar kirib, meni molimni ro'yxatga olsa yoki emlasa, meni nechta molim borligidan xabardor bo'lib qoladi yoki qanaqadir bir soliqlarga tortish kerak yo boshqa shunaqa noto'g'ri tushunchalarning hisobiga menda mol yo'q deydi. Masalan, olaylik, bitta mahalla bor, bitta mahallada 10 ta xo'jalik bor, 10 ta xo'jalikda kamida 2 tadan mol bor. 8 ta xo'jalik emlatdi, 2 ta xo'jalik emlatmadi molni. Xudo ko'rsatmasin, o'sha territoriyalarda o'choq bo'lib qoladigan bo'lsa, kasallik chiqadigan bo'lsa, o'sha 2 ta emlanmagan mol kasal bo'ladi va u emlangan mollarga ham tarqatadi. Shuning uchun odamlarda o'zida tushuncha bo'lish kerakki, mollarni mavsumiy kasalliklarga emlatish kerak. Yana bitta ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p haligi tushunmagan, temani odami bo'lmaganlar kulgiga olib yoki qaysi ma'noda prikol qilib aynan qilishadi, hayvonlarga pasport berish masalasi bo'yicha. Bu davlat miqyosidagi narsa, bu aholi uchun kerak narsa. Qo'pol qilib aytganda bu davlatga kerak emas. Ya'ni qaysidir ma'noda. Bu aholiga kerak. Chunki agar biz hayvonni identifikatsiya qildirsak, ro'yxatga oldirsak, pasporti bo'lsa uni, biz uni qaysi kasallikka emlanganini bilamiz. Qaysi molda avlodi buni bilamiz. Kelajakda ya'ni qaysi davomiy emlamalar o'tkazilishi kerak, shu haqida xabar topamiz. Bu faqat o'zimiz o'ylagan narsa. Bizni tinchligimiz, sog'ligimizni o'ylagan narsa. Lekin buni ko'plar noto'g'ri tushunyapti. Odamlar ayniqsa rolik tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda kontent qilib, obro', soxta obro' olish uchun odamlar buni masxarabozlikka qo'yyapti. Aslida bu unaqa emas, aslida bu juda kerak narsa. Chunki o'sha tepada aytganingizdek, odamga ham yuqishi mumkin bo'lgan kasallikka chalinsa-chi u. Albatta. Keyin odamga yuqsa. Keyin odamlarga bir-biriga yuqib ketsa-chi, masalan. Shunaqa. Emlatmasa, ro'yxatda turmasa, masalan. Albatta. U davlatga o'ylaymanki, kimdir bitta qora molini ro'yxatga olib, shuncha tashvish qilib, uni olib qo'yish maqsadi yo'q-da. Xuddi shunday. Uni davlatga anaqasi qo'pol ketgan davlat keragi yo'q uni. Bu faqat aholini tinchligi, sog'ligi, nazorat. Shu epizodik kasalliklarda nazorat qilish uchun u narsa. Masalan, xo'p, o'sha Otabali aka hayvonni ro'yxatga olmadi deylik. Emlanmayapti deylik, yuqumli kasallik paydo bo'ldi-da, odam yuqmayapti ham deylik. Xo'p, u
hayvonlarga yuqib, hayvonlar qirilib ketsa nima bo'ladi? Shunday. O'zbekistonda. Yana Go'sht keyin 1 million so'm shunday, bo'lsa, keyin yana voydod. Shunday. Nimaga go'sht narxi qimmatlashadi. qimmat bo'lib ketyapti? Keyin yana davlatdan biz anaqa qilishni boshlaymiz. Nazorat Go'shtni narxini qilmaysiz. nazorat qilmayapti. Go'shtni narxini nazorat qilish uchun chorvachilik bizda ko'p bo'lish kerak-ku, Ha. go'shtni narxi arzonlashishi uchun. O'zi shunaqa. Bu tomonlari ham bor-da. Biz endi qaysidir qatlam bor, bu davlatdan hech qachon rozi bo'lmagan qaysidir bir qatlamlarda. Qatlam bor. Unaqa bo'lmaslik kerak. Odam oldin O'zini isloh qilish. o'zini isloh qilish kerak. Oldin o'zi shunaqa berilgan imkoniyatlardan foydalanish kerak. Agar ularda haqiqatan foydasi bo'lmasa, keyin to'palanish kerak. Bu hammasi insonni o'ylaganligi uchun, shu jamiyat, shu davlat jamiyatning tinchligini o'ylaganligi uchun qilgan shu narsalar. Shunday. To'ppa-to'g'ri. Endi Otabek aka, eng ko'p uchraydigan kasalliklar qaysilar? Hozirgi kecha kunduzda O'zbekistonda. O'zbekistonda demaylik, O'rta Osiyoda Umuman deylik. yer yuzida umuman hayvonlarda o'rtasida hozir shunaqa kasalliklar kechyaptiki, hattoki kasalliklar mutatsiya bo'lib ketyapti. Ya'ni bir-biri bilan qo'shilib ketyapti. Masalan, og'iz bo'shlig'idagi yallig'lanishlar mastitlar bilan qo'shilib ketib qolyapti. Yoki bo'lmasa teri ustiga toshmalar, ya'ni kimlardir nodulyarniy dermatit deydi, teriga toshma chiqadigan kasalliklar. Bular masalan faqat aksariyat yoz mavsumlarida chiqadigan bo'lsa, hozir kech-kuz qish paytlarida ham chiqyapti. Boshqa kasalliklar bilan, ya'ni pnevmoniyalar bilan, shamollashlar bilan birgalikda mutatsiya bo'lib chiqib ketib qolyapti. Qo'shilib chiqib ketyapti. Buni asosiy sababi nima deyotgan bo'lsak, birinchi o'rinda vaksinatsiya ishlarini vaqtida to'g'ri qilmaslik yoki bo'lmasa vaksinalardan noto'g'ri foydalanish. Masalan, vaksinalar bular shunday narsaki, 2 gradusdan 8 gradusga saqlanadigan vaksinalar bor. Ayrim tur vaksinalar. Vaksinalarni noto'g'ri qo'llash, masalan, ularni saqlanishi, transportirovkada noto'g'ri foydalanish hamda bitta ochilgan vaksina qaysidir birlari masalan 12 soatgacha yaroqli, qaysidir birlari 24 soatgacha yaroqli. Ana shundan noto'g'ri foydalanish, ya'ni issiqda foydalanish ulardan, termosumkalarda masalan alohida foydalanish hamda o'sha bitta ochilgan vaksinani 3-4 kunlab qilib yurish. U yangi kasallik chaqirib olishi mumkin-da. Yangi kasallikni chaqirish qanday bo'ladi? Mumkin. Qanaqa bo'ladi? Masalan, oddiy bitta antibiotik yoki vitamin ochilganda surog'i o'tib ketgan bo'lsa, yoki umuman surog'i o'tgan yoki saqlanish noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, bular organizmga shunchaki ta'sir qilmaydi. Shunchaki ta'sir qilmaydi. Ukol qilasiz, rezultat bermaydi. Lekin vaksina boshqa narsa. Vaksina bu naborot qiladi. Chunki u inaktivniy vaksina. Bunda kasallik to'xtatuvchisi bor. Tirik hujayra. Ana shunisiga e'tibor berishimiz kerak. Bunga veterinarlar ham o'ta darajada hushyor bo'lishi kerak, aholi ham. Ya'ni veterinar transportirovkani joyida olib qilish kerak, vaqtida ko'rsatilgan nazorat gigiyenaga amal qilgan holda, shunga amal qilgan holatda qilish kerak hamda iste'molchi, ya'ni hayvon egasi, hayvonni emlatadigan odamlar ham e'tibor berish kerak. Vaksinani ochilganligiga so'rash kerak, uni haqqi. Chunki odam kelib emlayaptimi, masalan, qo'pol qilib aytganda xizmatiga pul olyaptimi, iste'molchimi? Iste'molchining haqqi bor so'rashga. Nima mahsulot u? Nima bu vaksina? Nimaga ishlatiladi? Qachon ochildi? Qancha saqlandi? Saqlanish qancha o'zi berchi? Bu nimadan iborat? Ko'rish kerak. Shunday. U xohlagan narsasini olib kelib qilib ketaversa, u bo'lmaydi. Mana shu tomonlarga e'tibor berish kerak. To'g'ri. Hozir o'sha xalqimiz orasida, aynan qo'y boqadiganlar orasida ko'plab muhokamalarga sababchi bo'lgan bitta savol bor, muammo bor. U ham bo'lsa o'sha qo'ylarda aylanma bosh, sindroz kasalligi bor. O'sha haqida o'zingiz fikringiz qanday? Qanday bo'ladi o'zi u? Sindroz kasalligi bu chorvachilikka juda ham katta zarar keltiradigan kasallik. Bu aylanma bosh, bu bosh miyada parazitlik qiluvchi sestadozlar oilasiga mansub multsep degan parazit bor. Bu o'shalar bosh miyada sharik hosil qiladida, ichi suvga to'lib, o'sha yerda parazitlik qiladi. Natijada miyani siqish natijasida o'sha miyani ayrim funksiyalari tormozlanadi. Muvozanat yo'qoladi, boshqa bo'ladi. Buni oxiri ko'p holatlarda o'lim. Klinik belgi bergandan keyin ehtimoliy davolash yo'llari bor. Yangi klinik bergan paytlarda, ya'ni birinchi buni xarakterli belgisi qo'y xuddi qo'rqqanday g'alati shokka tushib qoladi. Ko'zi bir tochkaga qarash boshlaydi. O'sha kallalarni ko'tarib, orqaga yurib, quloqlari anaqa vertolyot quloq deydi, mana ko'tarilib, xarakteri o'zgarib qoladi. Shu birinchi belgilarida
ehtimoliy davolash bor bunda ukol dorilar bilan, lekin bu ehtimoliy, 100% natija emas. 100% davolash usuli bu faqat operatsiya. Lekin operatsiya ham 100% holatlarda rezultat bermaydi. Sababi operatsiya qilish uchun maxsus joylar bo'lishi kerak. Bu bakteriologik lampa qo'yilgan joy, mikrob tushmasligi kerak, chunki bu bevosita bosh bilan o'tkaziladigan operatsiya. Masalan, appendis odamda oddiy bitta appendis operatsiyasi qancha nazoratda turishi kerak? U eplab me'yorda suv ichish kerak, turmaslik kerak. Shunday harakat qilmash kerak. Uni juda nimalari ko'p-da. Bu bosh miya bilan bo'lyapti. Shuning uchun operatsiya ham iloji bor, yo'q emas, lekin o'sha zamonaviy asbob anjomlar bor joylarda operatsiya qildirish kerak. Lekin buni eng yaxshi chorasi oldini olish kerak. Davomiy o'sha masalan qo'ylar, mollar o'sha parazitlarga qarshi emlamalarda foydalanish kerak. Emlamalar orqali buni oldini olsa bo'ladi. Eng asosiy e'tiborni itga qaratish kerak. Sababi sindroz kasalligini o'rganish bo'yicha ilmiy ish olib boradigan odam 15 yildir, 20 yildir shu bo'yicha tadqiqot qilganda oxirida yakuniy jumlada aytganki, agar dunyoda itlar va mo'ynali hayvonlar bo'lmaganda edi, sindroz bo'lmasdi degan. Ya'ni bu degani sindroz kasalligining oraliq xo'jayini itlar va mo'ynali hayvonlar. Shuning uchun birinchi o'rinda itlar degelmintizatsiya bo'lishi kerak. Ular muntazam ravishda emlanib turishi kerak. Ha, o'sha ichki parazitlarga emlanib turishi kerak. Xuddi shu mavzu bo'yicha, sindroz bo'yicha biz video rolik tayyorlaganimizda kommentariyada juda savollar ko'payib ketganda, itning nima aloqasi bor deb. Bu mana shu temani odamlar bergan, ya'ni veterinarlar bergan bu savolni. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'sha veterinarlarning o'zini kitob o'qimaganligidan dalolat. Izlanib ko'rmagan. Izlanib ko'rmagan, chunki Amerikaga borsa ham, qayerga borsang qat'iy nazar sindroz haqida ma'lumot keldimi, buni oraliq xo'jayini oyda ham, Marsda ham, yerda ham it hisoblanadi. It yoki mushuk. It, mushuk, mo'ynali hayvon. Ha. Ana shular bo'lmaganda sindroz bo'lmas. Chunki oraliq xo'jayinlik davrida o'tkazmaganda sindroz bunga o'tmaydi. U oziq orqali it orgazmga tushadi, it orgazmi axlatdan tashqariga tushadi, tashqari muhitdan oziqaga erlashadi. Hayvon yeydi, oshqozon osti bezida hazm jarayonida ishtirok etib qonga so'riladi, qon orqali miyaga boradi. U ko'pchilik aytadi, burniga burnidan o'tadi deydi. Burnidan yo'q, bu umuman temani odami bo'lmagan yoki temani odam bo'lsa ham o'qimagan odam degan. Vot, mana shu tochka juda og'riqli tochka, Otavar aka. Men ham chunki juda ko'p kuzatganman. Bunaqa jarayonda ishlashi mumkin. U rivojlanib, misol uchun miyaga tushgan narsa, miyaga burunga tushgan narsa miyaga borguncha nobud bo'lmaydimi? degan savol bor edi menda. Boshqa bakteriyalar uni yeb tashlashi mumkin yoki nobud bo'lishi mumkin degan savol bo'lardi. Mana shu yerda siz aytdingiz. To'g'risini managi demak, u ham noto'g'ri ma'lumot. Yo'q, u umuman nimadir sepib, davolash, oldini olish deydi-da. Bo'lmagan narsa bu. U ehtimoli bor, masalan, o'sha burunga narsa jo'natganda, qanaqadir bir ximikatlar, dori vositalarini jo'natganda tushish ehtimoli bor. Men buni ham 100% rad qilmayman, lekin o'sha mana shu yerda parazitlik qiladiganlar. Ular faqat burun bo'shlig'ida parazitlik qiladiganlar. U miyadagi emas lekin. U burun bo'shlig'ida parazitlik qiladigan parazit hech qachon miyaga bormaydi. Parazitlar sistematikasi bor. Bu turli xilda, endi hozir ilmiy gapirib bersam ommaga uncha tushunmasligi mumkin, tushunarli bo'lmasligi mumkin, lekin oddiy dehqonchasiga tushuntiradigan bo'lsam, organizmga kirgan har bitta parazit asosan oziq orqali kiradi, oshqozon osti bezida hazmda ishtirok etadi, ichaklarda so'riladi, tuxumi ichaklarda so'riladi va qon orqali tranzit qon. Qon orqali o'zini maxsus vazifa bajaradigan joylarga boradi. Masalan, miyada parazitlik qiladigan parazit hech qachon jigarda parazitlik qila olmaydi. Urug' bir xil, xuddi masalan yerga urug'larni aralashtirib sepdingiz, makka, bug'doy har xil narsa chiqdi-ku. U makka soladi, sota soladi, jo'xori boshoq soladi yoki bug'doy boshoq soladi. Xuddi shunaqa parazitlar ham tuxumi qon orqali boradi va jigarga, bosh miyaga, o'pkaga qayta parazitlik qilish uchun moslashgan bo'lsa, o'sha joyga borib faoliyatni boshlaydi. Mana o'sha sindroz bo'yicha to'liq tushuncha bo'ldi. Odamlarimizda, nima kuzatuvchilarimizda. Demak, qanday rivojlanishi haqida va nimadan tarqalishi haqida bilib oldik. O'tavalaga o'zim ham maza qildim. Chunki bilirdim itdan yoki mushukdan bo'lishini. Shuning uchun o'zimda ham it bor, emlatib o'shanga qarshi nima qilib turaman.
Lekin baribir chiqardi uyimda. Yiliga bitta kamida chiqib turadi. Endi nimaga chiqib turadi? Men bilaman. Uyda mushuk teshikla olmayman. Chunki yemimiz bor, yemishimiz bor, misol uchun saqlanadi. O'sha joyga qo'shnining uyimda mushuk yo'q. Qo'shnin mushuklari keladi. Yoki agarot bor boshqa xuddi shunaqa. O'langa o'tadi. O'langa o'tadi. O'sha orqali yuqarkan. Shunaqa. Endi buni davosi o'sha virusga qarshi immunitet shakllantirishda, to'g'rimi bo'lganda oldinroq. Oldinroq o'sha qo'zg'atuvchi, ya'ni sindroz kasalligini qo'zg'atuvchi qondalik davrida unga nisbatan chora ko'rish, ya'ni profilaktik amalga oshirish. Masalan, bizda klozantel dori vositalari bor. Klozatrem nomi klozantel tarkibli yoki brantel, bu ham klozantel tarkibli. Brantel plyuslar ayniqsa qo'ylarga juda ham ishlaydi. Eng zo'r ishlaydigan dori vositasi bu rikazol degan dori vositasi bor. Tarkibi rikabendazol. Oddiy dori vositalarini, ya'ni oddiy antiparazitlarlarda sestadozlarga kuchi yetmaydi. Sestadozlar bular o'ta murakkab, chunki u itni oshqozonidan o'tib o'lmasdan tabiatga tarqab qo'ziga o'tyapti. Qo'yga o'tyapti. Qo'yga, qo'ziga, umuman hayvon zotiga o'tyapti-da. Bu o'ta kuchli jarayondan o'tyapti, chunki itni oshqozoni juda kuchli mexanizmga ega u. Uncha asab parchalayveradi. Bu degani sindrozga qarshi kurashishda oddiy ivermektin tarkibli preparatlar ishlaydi, ish bermaydi bular. Asosan rikabendazol tarkibli preparatlar bular sestadozlarga ishlaydi. O'sha bosh miyadagi parazit qiluvchilarga ishlaydi. Hozir aytganingizda bitta savol tug'ildi. Ota-bolaga mendan ham ko'pchilik so'raydi-da. Qo'zisi tug'ilgan, 1 haftalik, 2 haftalik sindroz alomatlari bor-da. Ko'rsatadim, bu sindrozga o'xshaydi deyman. Videoda ko'rsatdi. Bu qanday sindroz bo'ladi? O'zi 2 hafta bo'ldi tug'ilganiga deydi. Keyin men ham hayron bo'lardim. Onasidan o'tishi mumkin degan taxmin qilardim-da men. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Onasining qonida bo'lsa, siz aytgandek, u hali misol uchun miyasi yetib bormasdan onasiga rivojlanib ketmasdan turib, bu urug'lansa-da onasi. Keyin o'sha bolasiga o'tishi mumkinmi? Shunaqa holat bo'lishi mumkinmi? Bunaqa holat 100% bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Kuzatilishi mumkin. Masalan, 1000 tada yoki 100 mingtada bitta bunaqa holat ham kuzatilishi mumkin. Aslida o'zi yo'ldosh Alloh tomonidan shunaqa yaratilganki, bu ko'p narsalardan organizm himoya qiladi. Masalan, 3 ta qavati bo'ladigan bo'lsa, bittasi embrionda kasalliklardan himoya qiladi, bittasi kislorod bilan ta'minlaydi, oziq moddalar bilan ta'minlaydi. Shunaqa funksiyalari bor-da yo'ldoshda, platensiyani. Ba'zi bir holatlarda kuzatilishi mumkin. Buni 100% rad qilib bo'lmaydi, kuzatilishi mumkin. Lekin asosan qo'zilarda yangi tug'ilgan paytdagi kasalliklar, bular boshqa kasalliklar. Modda almashinuvi yetishmovchilik asosan. Tushunarli. Endi mana shu Ota-bola aka veterinariya tomonidan turib qarasakda hayvonlarni oziqlantirish tartibi bo'yicha o'zingiz fikringizni bildira olasizmi? Qanday bo'lish kerak o'zi umuman olganda tartibi? Oziqlantirish tartibi. To'g'ri oziqlantirish deylik. Oziqlantirish masalasi bu juda ham chuqur masala. Endi men o'zim hayotiy tajribadan yoki shu bilimimga suyanib fikr bildira olaman. Lekin men o'zi asosan oziqlantirish bo'yicha mutaxassis emasman. Lekin o'sha tajribalardan kelib chiqib ayta olaman, fikr yoki maslahat bera olaman. Oziqlantirish rejimga olish, ratsionni birinchidan to'g'ri tanlash hamda rejimga olish bu juda katta ahamiyatga ega. Oziqlantirish bo'yicha juda ham roliklar ko'p. Masalan, odamlar to'ydirib oziqlantirish kerak deydi. Yoki ayrim odamlar bir xil vaqtda oziqlantirish kerak deydi. Masalan, yozin, qishin sutkani tengi bo'lib olish kerak. O'sha sutkani masalan 4 ga bo'lib oladigan bo'lsa, bir xil soatlarda oziqlantirish kerak deydi. Bu ma'lumotlar noto'g'ri ma'lumotlar. Oziqlantirish birinchi o'rinda to'la qiymatli sifatli oziqani ta'minlash kerak. Birinchi o'rinda oziqani biz bazani yaratishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda biz vaqtni to'g'ri tanlashimiz kerak. Bular 4 kamerali oshqozonli mavjudotlar, qo'ylar, mollar. Kovush qaytarish kerak, dam olish kerak. Ya'ni to'kinsochlik oldida doim oziqda turishligi bu yaxshi emas. Bu ko'p rasxodga olib keladi. Birinchidan, ikkinchidan hayvonda hayot faoliyatida masalan belgilangan fazalar bor. Masalan, qaysidir yoshda o'sish kerak u, qaysidir yoshda bu jinsiy yetilish kerak, qaysindadir bu semirish kerak-da, mahsulot berish kerak. Doimiy to'qchilik bu o'sha gormonal buzilishlarga olib keladi. Ikkinchi masala bu
kunni teng bo'lib olishlik bu noto'g'ri narsa. Oziqlantirishda masalan vaqtni teng bo'lib olishlik noto'g'ri narsa. Mahallari bor, masalan 3 mahal oziqlantirish kerak, lekin organizmda asosan bo'linib ko'payish moddalar almashinuv faolligi bu kun chiqishi va kun botishiga bog'liq. Mana buni ilohiyatda ko'rsak ham bo'ladi. Masalan, roza tutish nima uchun bir vaqtda boshlanib, bir vaqtda tugamaydi. Bomdod namozidan to shom namozigacha. Nima uchun? Qishin, yozin farq bor-ku. To'ppa-to'g'ri. Bomdod bilan shom namozining vaqti ham o'zgarib turadi har kun. Bu fasllarga qarab o'zgaradi-ku. Agar Alloh taolo shu narsani insoniyatga foydaligini, ya'ni jonzotlarga bir xil vaqtga bo'linganda oziqlanish foydaligini Alloh taolo bilganda, agar Alloh taolo shu narsani to'g'ri bo'lganda, to'g'ri bo'lganda shu bu narsani o'shanda farz qilib qo'yardi. Soatga farz qilib qo'yardi. To'ppa-to'g'ri. Lekin Alloh taolo buni bizni organizmimizga zarar bo'lmasligi uchun, moddalar almashinuvida boshqada umuman bizga qiyinchilik, hayot faoliyatimizda qiyinchilik tug'dirmasligi uchun buni kun chiqishi bilan kun botishiga bog'lab qo'ydimi? Organizm bu. To'ppa-to'g'ri. Oziqlanib, tashqi muhitdan oziqlanib hayot faoliyatini davom ettiradigan tirik jon bormi? Organizm. Bulardagi modda almashinuvi hayvonlarda boshqa, odamlarda boshqa emas. Bular kun chiqishi bilan kun botishiga bog'liq. Shuning uchun ratsionda to'la qiymatli oziqamizni biz o'sha vaqtlarga bo'lib berishimiz kerak. Masalan, eskiqda ota-bobolarimiz boqardi-ku, bomdod namoziga turgan vaqtida yemini berib qo'yardi, oradan ma'lum bir vaqt o'tib o't solardi. O't bilan yemni aralashtirib solmas edi. Nimaga? Chunki yem oshqozon osti bezidan ajrab chiquvchi suyuqlik toza bo'lib turgan vaqtida yem tushsa, bu yaxshi hazm bo'ladi. Masalan, oddiy meditsinada ham ayrim tur dorilar bor, ovqatdan 1 soat oldin iching deydi. Buning asosiy sababi oshqozon osti bezi ishlab chiqargan ferment toza bo'ladi, unga tushgan narsa yaxshi o'riladi. Agar yem bilan o'tni biz aralashtirib beradigan bo'lsak, semiradigan hayvonlarimiz uchun bu effektni uncha kam beradi, ko'p bermaydi. Chunki yem bilan o't bu birga aralashadi, kovushga keladi, katta qoringa tushadi, hazmga o'tadi. Yem o'zi asli kovushga keladigan narsa emas. Yem, maydalangan yem oshqozonga tushadi, hazm sistemaga o'tib ketadigan narsa. Kovushga keladigan bu o't. Dag'al hashaklar. Agar biz o'tga, dag'al hashakka yem aralashtirib bersak, bular kovushga keladi. Adnotipniy karmleniya degan narsa bor. Men buni inkor qilmayman. Ya'ni yemlar bilan siloslar, konsentrat oziqalarda aralashtirib beradi. Bular sog'in sigirlar uchun. Chunki ular semirib ketmasligi kerak, mahsulot berish kerak. Adnotipniy karmleniya bu bor narsa. Lekin bo'rdoqiga boqadigan, semiradigan yoki o'sadigan hayvonlarga adnotipniy karmleniya bo'lmaydi. Uni yemini alohida berish kerak, o'tini alohida berish kerak. Vaqtga e'tibor berish kerak. Shu yerda odamlarda, kuzatuvchilarimizda boshqacha tushuncha bo'lmasligi uchun silos haqida aytib ketishimiz kerak. Silos bu dag'al hashak emas. Silos bu konservatsiya oziqa. Konservatsiya bo'lib, o'sha yemga aylanib bo'lgan narsa. Shunaqachdi. Konservatsiya oziqa bu. Silos nimaga unda hozir hamma silosga yemni aralashtirib beryapti deb turib fikr bildirib qolishi mumkin-da odamlar. Shu yerda aytib ketishimiz kerak. Dag'al hashak bu samon, bida va boshqa kletchatkasi ko'p bo'lgan oziqalar. Shuni. Hayvonlarni bir kun och qoldirish yoki bir mahal to'yib berish haqida turli fikrlar bor. Bilasan, masalan, men ham eshitganman. Noto'g'ri deb aytganman men o'zim ham qo'y yo'nalishida. Bir marta buktirib olishimiz kerak, keyin bukmaydi degan videolarni chiqaradi-da ba'zilar. Buni misol uchun o'zi qilib ko'rmagan yoki qaydandir eshitgan. Yo to'g'ri, noto'g'riligini ilmiy tomondan tekshirib ham ko'rmagan. Foydasi bormi uni, rostdan to'g'rimi u? Shu haqda o'zingiz fikringiz qanaqa? Ya'ni och qoldirib bir kun yoki bir marta to'ydirib buktirib olish degan masalalarda. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Ya'ni buktirib olish ham noto'g'ri, och qoldirish ham noto'g'ri. Masalan, aytganingizdek, bir xilgina xo'jalikka yangi qo'y kelgan paytda, umuman qo'y mol kelgan paytda bitta buktirib olish kerak deydi, chunki oshqozon kengayib, xuddi ularning tushunchasida. Oshqozon bitta kengayadi, keyin hayvon bukmaydigan bo'ladi deydi. Yoki bo'lmasa, ikkinchi masala bu hayvonlarni hafta 7 kun bo'ladigan bo'lsa, 6 kun yaxshi oziqlanib turib, 7-kuni bitta och qoldirish kerak, organizm tozalanadi deydi. Bu mutlaqo bo'lmagan narsa. Chunki organizmda oshqozonda bifidum bakteriyalar bor. Umuman faol bakteriyalar bor, hazm qiluvchi. Ularning soni cheklangan. Ya'ni cheklanganligi qanaqa? Masalan, olaylik, o'rtacha qo'ylar 6 kilo, 8 kilo miqdorda oziqani yeydigan, shuni hazm qilib, masalan, kovush qaytarib boshqa hazmga o'tkazadigan bo'lsa, bakteriyalar shunga yarasha
Mos. Mos. U bakteriyalar muntazam ishlab turishi kerak. Masalan, oshqozon osti bezidan muntazam suyuqlik ishlab chiqariladi, boshqa bo'ladi. Undan kam bo'lib qolsa ham bo'lmaydi, ya'ni ishlamay qolsa ham Shunaqa. yoki bo'lmasam nagruska kuchayib ketsa ham bo'lmaydi. Funksiyonal vazifa buziladi. Ha. Masalan, bir marta bo'ktirib olish. Xo'p, mayli, bir marta bo'ktirib olganda oshqozoni baquvvat hayvon yengib o'tar uni. Xo'jalikda 10% hayvon. 90% yengalmaydi. Bo'kib qolsa-chi, qat qorinda varovlariga tiqilib, yem hashak hazm bo'lmay o'tmay qolsa-chi, o'ladi. Qonga aylanib qolsa so'yadi. Majbur so'yishga, chunki o'lib qoladi so'ymasa. Bu noto'g'ri narsa yoki och qoldirish. Masalan, boqib kelyapsiz, ritmda juda chiroyli semiryapti. Masalan, o'rtacha bitta qora molda oladigan bo'lsa, kuniga 700 gram, zo'r boqilsa 1 kilo 100 gacha semiradi-da. Shu ritmda olib kelyapsiz-da, bir kun och qoldiring. Sizni 20 kun stabil olib kelganingiz yuvilib ketadi. 20 kunlik mehnatingiz ketadi. Bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun ritm asosida belgilangan tartibda boqish kerak. Bu har xil videoroliklarga Ishonish kerak. ishonish kerak emas. Mutaxassis ilmiy asoslangan holda fakt bilan keltirib bersa ishonish kerak. Shunday. Fakt bilan. U misol uchun mana shunday qildim, bunday bo'ldi deb u rostmi yolg'onmi u ham noma'lum. Shunday. Shunaqa. Demak, bu ham juda kerakli ma'lumot bo'ldi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda qachon qarasa ana shunaqa tema. Albatta. Bir kun och qoldiramiz, buktirib olaman birinchi, keyin yemni beraveraman. Bu narsalar noto'g'ri, yolg'on ma'lumot. Noto'g'ri ma'lumotlar. Endi zoto chorvachilik biznesi bo'yicha Otavali aka, naslli hayvon boqish foydaliroqmi yoki mahalliy zotmi? Misol uchun o'zingizni mutaxassisligingiz tomonidan bir fikringizni aytingchi. Endi bu birinchi o'rinda imkoniyatga bog'liq, moliyaviy imkoniyatga. Agar odamda tajriba bo'lsa, moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lsa, birinchi o'rinda tajriba bo'lsa, naslli moldan foyda yaxshi. Naslli molga ko'p xarajat qilinadi, yaxshi mahsulot olinadi, yaxshi xarajatga yaxshi mahsulot olinadi. Masalan, buzoq yaxshi tug'iladi, bozorda qimmatroq narxi yoki 25 litr, 30 litr sut oladi yoki bo'lmasa o'sha bolalardan, buqalardan uni yaxshi boqsa, yaxshi pul sarflasa, kilogramga nisbatan ko'p go'sht oladi. Lekin chorvachilikda yangi boshlaydigan, hali tajribasi yo'q yoki bo'lmasa o'rta me'yona moliyaviy ahvoldagi odam uchun bu mahalliy zotlarimiz yaxshi. Birinchidan mahalliy zotlar bular kasallikka chidamli. Ikkinchidan xarajat kam. To'g'ri. Masalan, mabodo Xudo ko'rsatmasin, qandaydir bir kasallik uchrab, uni to'g'ri davolanmaslik natijasida hayvonni so'yishga yoki o'lib qolishiga to'g'ri keladigan bo'lsa, zarari ham sal kamroq bo'ladi. Agar u bor budini tikib naslli mol olsa, masalan, olaylik 50 million so'mga bitta naslli mol oldi. Mol kasal bo'lib qoldi, eplanmadi, o'lib qoldi. 50 million pul ketdi, uxladi. Ana shuning uchun birinchi o'rinda tajribaga suyanadi, ikkinchi moliyaviy ahvoliga. Ha, ikkinchi o'rinda moliyaviy ahvoliga. Shunga qarab, imkoniyatga qarab tanlanaveradi. To'g'ri. Yaxshi, kerakli maslahat bo'ldi. Nima sababdan ba'zi kasalliklar naslli hayvonlarda og'irroq o'tadi, o'zimizning jaydari hayvonlarda yengilroq? Sababi naslli mollarda birinchidan hajm katta bo'ladi. Hajm, sifat katta bo'ladi. Ikkinchidan bular asosan chetdan keltirilgan mollar. Chetdan keltirilgan mollarda bizni hududlardagi kasallikka nisbatan organizmda rezistentlik, ya'ni qarshi kurashish, immunitet baquvvat bo'lmaydi. Ham u naslli mollar kasal bo'lgan vaqtida kasallikni qo'zg'atuvchilari gabaritini, ya'ni kengligi, kattaligini hisobiga bizim mollardan ko'ra ularda ko'p bo'lgandan keyin klinik belgi beradi. Ko'p bo'lish kerak, chunki baquvvat organizmni yengish uchun ichkarida bakteriya, ya'ni zararli bakteriyalar ko'p bo'lish kerak. Ko'p bo'lgandan keyin klinik belgi beradi, uni bartaraf qilish qiyin. Masalan, bakteriyalar, umumiy kasallik qo'zg'atuvchilarning organizmda ulushi bor-da. Masalan, 30% gacha bo'lsa, 30% ni egallagan bo'lsa, ularga ukol dori, antibiotiklar yordam berishi mumkin. Lekin 70% ni egallagan bo'lsa, uni eplab olish qiyin. Naslli mollarda immun sistema barqaror bo'lganligi uchun, gabarit katta, immunitet baquvvat bo'lganligi uchun bular 70%, ya'ni 60-70% oralig'ida bakteriya organizmni yengib olgandan keyin klinik belgi sezdiradi. Shuning uchun qiyin kechadi. Shuning uchun kasallikni davolash qiyin kechadi. Mahalliy mollarda
gabarit kichikroq. Endi immun sistema barqaror, baribir o'ziga nisbatan, chunki uni ota bobosi shu kasal bilan kasallangan, ukol dori olgan, boshqargan, immunitetda nisbatan barqarorlik bor. Birinchidan, ikkinchidan kasallik unga 30% yuqqan paytida уже belgi beradi, sezdiradi. Isitma qiladi boshqa. Shunaqa. Tushunarli. Endi so'nggi paytlarda chorvalarda bola tashlash yoki nimjon tug'ilish ko'payyapti-da. Ko'paygan aytilmoqda. Ko'ramiz, masalan, asosan qo'ylarni kuzataman. Chiqadi, tashlab qo'ydi deydi, nimjon tug'di deydi yoki boshqa shunaqa. O'shanga sababi nima bo'ladi? Tavallaga. Endi asosan bola tashlash bu juda ham og'riq nuqta, ayniqsa oxirgi paytlarda. Sababi, ya'ni bola tashlash sababi asosan bruselloz kasalligida bo'ladi. Qo'ylarda, mollarda ham, ha? Qo'ylarda ham bruselloz degan kasallik bor. Yuqumli kasallik. Bu zoantroponos kasalliklar tipiga kiradi, ya'ni hayvonlar va odamlarga yuquvchi, hayvonlar va odamlar o'rtasidagi umumiy kasalliklar bular. Odamga ham yuqadi, ha? Odamga ham yuqadi. Endi buni yuqish anaqasi qanday? Agar yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsak bu sohaga, brutsella abortus degani bor. Bu brutsella abortus bu asosan yirik shoxli molda bo'ladi. Bu odamga deyarli yuqmaydi, kam yuqadi. Brutsella abortus. Lekin qo'ylardagi brutsella melitensis degani bor. Brutsella melitensis ham qo'ylarda uchraydi asosan, qo'y va echkilarda. Molga ham yuqadi, odamga ham to'g'ridan to'g'ri yuqadi. Shundan hushyor bo'lish kerak. Endi hozirgi kundagi bola tashlashlar mana ko'p bo'ldi bu respublika bo'yicha hududlarda. Biz tekshirdik. Ana masalan birinchi o'rinda men doim aytaman, u bola tashlagan bo'lsa, birinchi o'rinda laboratoriyaga bordi. Laboratoriyada tekshirtiring. Qonidan tekshiradi. Ha, qonidan tekshiradi. Respublika bo'yicha laboratoriyalar mavjud. Respublikaning hamma joyida serologiya laboratoriyasi bor. Bu veterinariya tizimi tomonidan nazorat qilinadigan kasalliklar. Har bitta hududda bor va laboratoriyada tekshirish bepul. Mana davlat qancha imkoniyat qilib qo'ygan. To'ppa-to'g'ri. Bepul. Qonun olib borish kerak, tekshirish kerak. 3 minutda javob chiqadi. Birlamchi javob. 3 minutda. Javobi chiqadi. Aksariyat hozirgi kundagi bola tashlashlar bular bruselloz kasalidan xoli. Ya'ni hayvonlarning ichidagi o'sha xos bachadon kasalliklar, ya'ni xlamidiyalar, ya'ni xlamidioz kasalliklari shularning natijasida tashlayapti. Buning ikkita asosiy sababi bor. Bu kasallikni oxirgi paytda olib ketishiga. Eng asosiy sababi bu qo'chqor. Bu kasallik xos bachadon kasalligi dedik. Qo'chqorda bachadon bo'lmaganligi uchun qo'chqor buni tashuvchisi hisoblanadi. Qo'chqorda bilinmaydi. Chunki qo'chqorda bachadon yo'q, bola tashlamaydi-ku. Lekin qo'chqor tashuvchi kontak. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda faloncha qo'y zoti mana bunaqa, narxi mana shuncha. Vo, ishqiboz bo'ladi, uni klichkalarini aytadi, bu narsalarni oladi, tekshirmasdan oladi. Shunday. Endi bitta qo'chqor masalan o'rtacha 10 ta, 15 ta qo'yni urug'lantirish mumkin. Normada, o'zi normal holatda. Lekin biz masalan olaylik $20,000 ga qo'chqor oldik-ku. Biz mana bu yerdagi 30 ta sog'lig'imizni shundan qochirishimiz kerak-ku. Chunki bo'lmagan pulga oldik. Lekin tekshirtirmadik. Unda agar o'sha virus bo'lsa, o'sha asosiy tarqatuvchi shu. U odam qo'chqorni sotadigan odam uni bilib sotmaydi. To'g'ri. U kasallik ko'zga ko'rinmas kasallik, klinik belgi yo'q u nimada, qo'chqorda. U odamlarning o'rtasida aylanyapti-ku. Masalan, Xudo ko'rsatmasin, meni xo'jaligimda o'sha qo'yda xlamidiya kasalligi bor. Men qo'chqorni olib keldimda, ishlatdim, foydalandim. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yibman. Mana kuzatuvchilar ko'ringlar, men mana shu qo'chqordan foydalandim, bola olaman, zo'r, mana buncha dollarga oldim yoki buni sotaman deb qo'yaman. Siz ko'rasiz qo'chqorni vidlarini, siz olasiz. Meni xo'jaligimdagi kasallikni sizga olib ketdi. Mana shunaqa qilib kasallik tarqayapti. Bu birinchi omili kasallikni. Ikkinchi omili vitamin yetishmasligidan. O'sha ham bor. Platensiyani mustahkamligini ushlab turuvchi yoki bakterial kasalliklardan himoya qiluvchi qobiqlarda makro mikro elementlarda yetishmasligi natijasida bolalar tashlayapti. Ratsion qaloqligidan. Ratsiondan. Hamma narsa ratsiondan. Chunki organizm makro mikro elementlarga bo'lgan ehtiyojni oziq orqali, ratsion orqali qoldiradi. U bo'lmagandan keyin ukol dorilar bilan yordam berish mumkin. Shunaqa yo'llari bor. Yoki xlamidioz kasalliklarda ham ukol dorilar bilan yordam berish kerak. Faqat to'g'ri tanlash kerak. Ukol dori, masalan, yuqori nafas yo'llariga shamollash uchun ishlatiladigan dorilarda unga baribir hammasi
antibakterial vositalar-ku, antibiotiklar-ku. Shunday. Bizning tushunchada shu borki, antibiotik bo'ldi, tamom qilish kerak. Ha. Bitsilin degan dori bor, Bitsilin misol, bor. ha, bitsilin. U bitsilin dorini vazifasi tayanch harakat sistemasidagi muammolarga ishlatiladigan. Ha. Uni bachadonga nima aloqasi bor? Misolda bachadonga aynan xos xlamidioz kasalliklarga ishlaydigan antibakterial vositalar bor. Bular to'g'risida o'zimizning kanallarda juda ham ko'p videolar qo'yganmiz, natijalari bilan qo'yganmiz. Masalan, odamlar bemalol ko'rib, kuzatib sinashi mumkin. Lekin dori vositasini yuqori nafas yo'liga yoki tayanch harakat sistemaga ishlaydigan dori vositalarni u kasallikdan himoya qilib bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi, mana ukol dorini qildik, foyda bo'lmadi-yu deydi. Qaysi dorini qildingiz? Rasmni tashlaychi desam, boshqa dorini rasmni tashlaydi. Sabab nima? Sabab aptekada borgan paytda aptekachidan mana shunaqa bo'lyapti holat, mana bu dorini ber desa, aptekachi nima deydi? Bu dori yo'q, o'rniga mana bu ham ishlaydi, shuni berib yuboradi. Uni olib kelib qilamiz, tushuncha yo'qligidan. U foyda bermaydi. Bo'g'ozlik davri me'yordan uzayib ketishi mumkinmi? Ba'zida shunaqa holatlar bo'lyapti. Bitta tug'di, bir hafta, 2 haftadan keyin yana bitta tug'di o'sha. Qo'y yoki mol. Buni tushuntirgansiz, adashmasam, Bafurji. Buni o'sha ilmiy asosda qilib tushuntirganman. Bu mumkin. Buni mana shu tema bo'yicha Otavali akani o'sha YouTube kanali va Telegramda videosi bor. Kimga to'liq Bafurji kerak bo'lsa, o'tib ko'rsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Bu mumkin. Bor narsa bu, hayotda uchraydi. Ko'pchilik kommentariyada keskin fikrlar yozgan. Ayni o'sha videoni chiqargan, ya'ni bitta o'sha qo'y boqish bilan shug'ullanadigan odam chiqargan bu videoni men ko'rdim. Kommentariyasiga kirsam har xil negativlar. Bu negativlarni bartaraf qilish maqsadida men ilmiy asosli video tayyorlaganman. Bu bor narsa. Maqsad men u odamni tanimayman, bilmayman. Telefon nomerini topib keyin telefonlashib vaziyatni bildim. Lekin u odamni tanimayman. Videoni tayyorlashimdan maqsad men u odamni himoya qilish emas. Bu biologik bor jarayon. Bu Allohning mo'jizasi, bor narsa. Chunki bachadon bo'yni bor, bachadon bo'ynida 3ta darvoza bor, uning 2ta shoxi bor. Masalan, qochirish jarayoni bo'ladi. Unda ikkinchi bachadonga otalangan hujayra o'tadi, faoliyatni boshlaydi. Lekin ikkinchi darvoza bilan uchinchi darvozaning orasida otalangan embrion qolib ketadi ma'lum bir vaqt. Rivojlanish sal kechikadi. Ha, rivojlanish kechikadi. Ya'ni u ikkinchi shoxga borib joylashadi-da, faoliyatni boshlaydi. Embrional vaqt bu bachadon bo'yniga borib joylashgandan boshlab hisoblanadi. U bu yoqda qolib ketgan, ya'ni bachadon darvozasining o'rtasida qolib ketgan kun u o'sha kechikib ketadigan kun. Mana shu yerda qancha qolib ketsa, shuncha kechikib ketadi. Bu bor, kuzatilgan narsa. Endi eng asosiy nima? Internetda hayvonlarni chatishtirib yangi turlar yaratilyapti. Misol uchun cho'chqa bilan qaysidir qo'yni chatishtirib dorper chiqargan deydi. Yoki cho'chqa bilan yana qaysidir buqani chatishtirib, mana bunaqa sharali, ya'ni shunga o'xshagan zotlar bor-ku. Nima u? Boshqacha bo'lib ketgan genni nimasi. O'shalar haqida fikringiz qanaqa? Bunaqa gaplar bor. Ko'pchilik masalan shakl shamoyillarni chizib, santimetr, metrlarni qo'yib, bir balolar qilib isbot qilishga harakat qilib ko'radi. Bu narsalar mutlaqo noto'g'ri narsalar. Bular yolg'on ma'lumotlar. Sababi genetika shu darajada mustahkam qilinganki, bu Allohning ilmi, biz ojizmiz. Shu darajada fiksirованный qilib qo'yganki, birinchi tur genetika, DNK, RNK, DNK degan narsalar bor. Bular ikkinchi turga tushmaydi. Mutlaqo tushmaydi. Masalan, o'zini turiga mansub bo'lganlardan uzoq yillar davomida ko'p bosh soni hisobiga yangi zotlar yaratish mumkin. Masalan, qo'ydan yangi sifatni oshirish mumkin yoki tushirish mumkin. Ko'rsatkichlarini balanslashtirib qilish mumkin. Bu ham juda uzoq vaqt talab qiladi. Lekin qo'ydan oxuga chachishtirib o'rtada bitta hayvon yaratilmaydi. Buni iloji yo'q. Bu Alloh tomonidan yoki echki bilan qo'y chatishmaydi. Masalan, bu holat kuzatilgan Sovet paytlarida ot bilan eshakni chachishtirib olgan, hachir olgan. Lekin Allohning buyukligini qarangki, shuni fiksirованный qilib qo'ygan. Ya'ni u bepusht bo'ladi. Undan nasl tarqamaydi. Hachirdan, hachirdan nasl tarqamaydi. Masalan, xo'p aytaylik, o'sha odamlar aytayapti, o'sha dorper qo'ylardan masalan cho'chqalardan chachishtirib olgan deydi. Agar u rostdan cho'chqalardan chachishtirib olinganda undan nasl chiqmas edi. Nasl yo'q.
Agar mabodo olaylik shunaqa bo'lgan taqdirda ham umuman davlatlarda O'zbekiston Respublikasini misol qilib oladigan bo'lsak, masalan, aytadi odamlar Xitoyda yaratilibdi deb. Xo'p, mayli, yaratildi ham deylik. O'z iloji yo'q, lekin yaratildi ham deylik, O'zbekistonga kirish mumkin emas. Chunki O'zbekistonga kiradigan paytda chegara post degan narsa bor. Hayvonlarning transportirovkasi shunaqaki, forma 1 degan akt yoziladi bunga. Forma 1 da bu qaysi turga mansub hayvon. O'zi zot sifatida kiritilgan bo'lish kerak. U konkret shabloni bor, o'sha shablon to'ldirilgan qog'oz bo'lishi kerak. Qog'oz bo'lmasa O'zbekiston kirmaydi u. Bundan ko'ngil to'q qilish kerak. Mana shu ma'lumotlarni bilib qo'ysa xalqimiz, albatta, ko'nglini xotirjam qilsa bo'ladi, masalan, dori bermi boshqa. Xo'p, Otaval aka, bitta xalqimizda ko'pchilikning orasida yurgan gap bor. Chorva, ya'ni buqalarda asosan kuzatiladi-da. Shoxi kuydirilgan va kuydirilmagan. To'qol deydi-ku. Ha. Va sigirlarda ham shu holat kuzatiladi. Shunday. Yoshligida kuydirib qo'yadi. Buni foyda va ziyon taraflari bormi? Asosan Yevropadan keladigan mollarni kuzatsak, 90% holatda shunday keladi, ya'ni shoxsiz keladi. Bular o'zi asli shoxsiz emas. Bular tabiatan shoxli mollar. Lekin o'sha buzoqlik paytida shoxini kuydiradi. Bu fermalarda ham juda ham ko'p uchraydigan holat. Naslli fermalarda asosan shoxini kuydiradi. Lekin bu qaysidir ma'noda to'g'ri jihatlari ham bor, lekin noto'g'ri jihatlari ham ko'p, juda ham. Sababi to'g'ri jihati nimada? To'g'ri jihati bu sifat ko'rsatkichi yaxshi bo'ladi. Ya'ni shoxi kuydirilgan mol nisbatan jismi kattaroq, chiroyliroq hamda xavfsizroq. Ya'ni o'sha yonidagilarni suzmaydi, chunki mollar ko'proq zagonlarda yuradi, katta chorvachilik komplekslarida. Shu tomondan yaxshi. Buni keragi bor qaysidir ma'noda. Lekin mahsuldor, ya'ni o'sha moldan mahsulot olish masalasi bo'yicha bu noto'g'ri narsa. Chunki shox bu bekorga yaratilmagan. Organizm Alloh yaratgan buni. Nuqsonsiz yaratilganda bu. Lekin biz shoxni olib tashlaymiz. Shoxning vazifasi organizmdagi birinchi o'rinda qiladigan vazifasi muvozanat hamda temperatura nazorat qilish hamda gormonal divideniyada ishtirok etadi bu. Ayniqsa qattiq to'qimalar bor organizmda. Masalan, tuyoqlar, muguz qavatlar, qalinlik yuqori bo'lgan muguz qavatlarida qattiqligini ta'minlovchi modda bu shoxda bor. Shox ishlab chiqadi. Shoxda sintezlanadi. O'sha quyosh nuri tushadi, boshqa bo'ladi. Xullas biologik jarayon shoxda bo'ladi. Shuning uchun mana ko'p mahsulot beradigan naslli shoxsiz mollar oddiy mollarga nisbatan erta qariydi. Tezroq qariydi. Ya'ni ko'p sut beradi, to'g'ri. Lekin tuyog'i ketadi. Mastit bo'ladi. Masalan, 3-4 tug'umdan keyin shoxsiz mollarni eplash qiyin. Qochish kechikib ketadi. Yevropaga bu normal holat. Chunki Yevropa shoxidan kuydirib foydalanadi. Ular 3 marta, 4 marta oladi, bo'ldi. U so'yib yo'qotadi go'shtga. Bizda 3-4-tug'um bu eng pikka chiqqan davr hisoblanadi. Biz eng ko'p foydalanamizda. Mana shuning uchun shoxsiz yaxshiroq. Men shoxsiz tavsiya qilaman, hamda shox kuydirishni uncha men odamlarga tavsiya bera olmayman. Shox bilan yaxshiroq. Shoxi bilan yaxshi. Hayvon shoxi bilan yaxshi. Chunki boya aytganimdek, biologik jarayonlarda bu shox juda katta vazifa bajaradi. Endi buni balki yana bir ilmiy, ya'ni o'sha diniy tomondan ham yana oydinlik kiritamiz. Meni o'zimda ham nimam bor, ya'ni o'sha din mutaxassislari bilan gaplashib, shox kuydirish qanchalik joiz emas, buni ham aniqlik kiritamiz. Lekin hozircha tavsiyam shox kuydirmagan ma'qul. Tushunarli. Demak, men xulosa qildim. Buqalarda kuydirsa, agar diniy tomondan joiz bo'lsa, kuydirsa, buqalar tezroq semiradi. Tezroq semiradi. Lekin sigirlarda joiz bo'ladimi, joiz bo'lmaymi? Ziyon. Ziyon. Joiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham ziyon. Chunki birinchidan sut yog'lilik darajasi kam bo'ladi, ikkinchidan muguz qavatlar, ya'ni mustahkamlikda ushlaydigan qavatlar yoki ko'payish organlari, sut berish organlari tez charchaydi. Tushunarli. Endi Otaval aka, tezkor savollarimiz bor-da sizga. Bemalol. Qo'y yoki qoramol? Boshlanishiga qo'y. Naslli zot yoki mahalliy zot? Moliyaviy imkoniyatga qarab, imkoniyat ko'p bo'lsa naslli, agar yangi boshlash bo'lsa mahalliy zot. Tayyor yem yoki o'z yemingiz? O'z yemingiz. Yakuniy savolimiz bor. Agar bugun chorvachilikni boshlamoqchi bo'lgan yoshlar sizdan faqat bitta maslahat so'rasa, ularga nima degan bo'lardingiz?
Xo'p, chorvachilikni boshlaydigan yosh mutaxassislar yoki qiziquvchilar, umuman yangi boshlovchilarga birinchi o'rinda oziqa bazani yaratish kerak. Birinchi o'rinda oziqa baza. Oziqa baza bo'lsa, ikkinchi qilinadigan ish hayvonni to'g'ri tanlash. Hayvonni moliyaviy imkoniyatga qarab, masalan, katta kichikligi, zoti, unga qarab to'g'ri tanlash kerak. Olib kelgandan keyingi birinchi qilinadigan ish unga profilaktik tadbirlar. Mana shu narsalarga amal qilsa, chorvachilik rivojlanadi. Chorvada zarar yo'q aslida. Agar chorvadan zarar bo'lganda edi, shu paytgacha odamlar qilmas edi. E'tibor kerak faqat. Albatta, e'tibor kerak, nazorat kerak, izlanish kerak, bilim kerak, hamma narsaga bilim kerak. Shunday. Demak, savollarimiz tugadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi foydali suhbat uchun Otavali akaga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Juda ham ko'p chaqirganlaringiz uchun. Veterinariya yo'nalishida men o'zim juda ko'p ma'lumot oldim. Agar sizga bu podkastimiz yoqqan bo'lsa, kuzatuvchilarimizga boshqa chorvador tanishlaringizga ulashing. Ular ham mana bunday qimmatli ma'lumotlar bilan o'zini oziqlantirsin va chorvasida o'sha kasalliklarning oldini olsin va veterinar mutaxassislar mana bunday hayotini o'sha o'zini sohasiga bag'ishlagan odamlarni video roliklari bor Otavali akani. Men ko'rib chiqdim, 3 yil, 4 yildan beri qo'ygan video roliklari bor ekan YouTube'da. Kelib ko'rishlaringizni maslahat beraman. Erinmasdan ko'rishlaringizni maslahat beraman. Chorvangiz bormi? Qilmoqchimisiz? O'rganish kerak. Mana davolash yo'llarini. Murakkab joylarini mana bunday Otavali akaga o'xshagan veterinarlardan so'rab, chaqirib, albatta, profilaktikasini qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladigan albatta o'ylayman. Katta rahmat Otavali aka. Rahmat sizlarga shunchalik hurmat qilib chaqirganlarga. Ayniqsa men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman jamoangizga. Chunki balki mendir, balki kimdir, kim bo'lishidan qat'iy nazar har bitta yo'nalishda olib chiqyapsiz-da. Mana hozir ikkinchi intervyu bo'ladigan bo'lsa, ilohim davomiy bo'lsin. Odamlarga juda kerak ma'lumotlarni siz ulashyapsiz xalqqa. Rahmat. Tayyor iste'molga tayyor qilib beryapsiz-da. Buning uchun sizga juda katta rahmat. Ijodiy ishlaringizga omad. Omad. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.